jonli ijro ustasi O'lmas Olaberganov bilan suhbatlashamiz. Rayhonni tebratsa shamollar gullarga beraman savollar. Kechiring ey sohib jamollar, kutaman. O'sha dunyoga, o'sha ruhiyatga kira olsangiz, his qila olsangiz, o'shani eshituvchi o'shani shunaqa qabul qiladi. U qachonki o'sha ijodkorni o'zidan keyin qolsa, yillar davomida masalan yashasa, u demak haqiqiy san'at asari bo'lib qoladi. Ustoz O'zbekiston xalq artisti professor O'lmas Qori Rasulov shirin bir taomga o'xshamang birodar dedilar. Shirin bir taom, shirin bir narsani yeganda tez hazm bo'lib ketadi. Siz dasturxonga o'xshashga harakat qiling dedilar. Zo'r san'atkor bo'laman, zo'r mutaxassis bo'laman deyotgan talabalar juda ham ko'p deb o'ylayman. San'atga xiyonat deganda nimani tushunasiz? San'atga xiyonat. Labini ochmayam mehri bilin say adusyon. Rahmatli ustoz Ortiq Otajonovda bor edi shunaqa. Masalan, Kamoliddin akamni eshitsangiz yo Sherali Jo'rayevni eshitsangiz, haligi so'zlarni tushunasiz. Fataxon akamning asarlarida masalan eshitib turib yozsa bo'ladi so'zini. Sevgi o'ti tushdi mani boshimga, rahming kelsin ko'zdan oqqan yoshimga. Senga otash muhabbatim bor mening, bir ko'rishga mani intizor parizor. Juda ko'p yillardan beri orzuyim shu Farruh Karimov bilan Zakirov. Shu odam bilan yaqindan tanishdim. U kishi ham meni kashf qildilar. Yana bir ustozlar qatorida yana bir ustoz qo'shildi menga hayotiy. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Diltora loyihasining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Bugun ham ajoyib ijodkor, shirali ovoz sohibi, xonishlari bilan qalblarni zabt etgan jonli ijro ustasi O'lmas Olaberganov bilan suhbatlashamiz. O'lmas aka, avvalambor sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Shahribonov Husanman. Shunaqa bir suhbatga chorlaganingizdan nima deymiz, bir dildan suhbat qilamiz degan umiddaman, xudo xolasa. Chunki kutgan edim to'g'risi. Sizni umuman ijodingiz, faoliyatingizni o'rganish davomida shunga amin bo'ldimki, har bir kuyingizda, har bir qo'shig'ingizda milliylik, milliy ruh, milliy kayfiyatni his qildim. Keling shu o'zbek milliy san'ati haqidagi fikrlar bilan suhbatimizni boshlasak. Albatta, endi Shahribonov meni o'zi Buxoro viloyati Kogon shahrida tug'ilganman. Bizni Kogon shahrimizda xalqlar do'stligi bo'lgan. Yo'q millatning o'zi yo'q edi bizda. Xalqaro shahar bo'lgan va bizda o'sha kichkinaligimizdan hamma musiqaga to'yinib katta bo'lganmiz. Bir nechta gruppalar bo'lardi, vokal cholg'u ansambllari. Zamonaviy musiqani eshitib katta bo'lganman, lekin nimagadir o'sha murg'akiligimdan rahmatli volidam, onam joylari jannat bo'lsin, shu menga shu milliy qo'shiqlarni, tanavorlarni, munojotlarni, Habiba Oxunovaning qo'shiqlarini aytib qulog'imga singdirib, shuni o'rgatmoqchi bo'laverardilar menga. Va shu paytda demak qiziqish kuchayib ketib, shu milliy musiqaga keyin
Hasan Rajabiyni, Mashrab Ermatov deysizmi, Barno Isoqova masalan milliy tomonda ijod qilgan o'sha barcha Hojixon Boltayev, Komiljon Otaniyozov, Ortiq Otajonov kishnaligimizdan qo'shiqlarni. Xullas o'sha milliylikka yo'g'rilgan holatda men ulg'aydim va shu yo'nalishda faqat meni qalbimda shunaqa bir tuyg'u bo'lardiki, o'zbek san'ati, o'zbek milliy ohangi hech kimda yo'q va buni hech kim takrorlolmaydi. Boshqa millatlar biz san'atimizni hech qachon o'xshata olmagan. Nimagadir bilmayman. Biz masalan hamma tilda qo'shiq tilda qo'shiqda o'xshata olamizda masalan. Maromiga yetkazib mana ko'ryapsizmi, rock aytadiganlar ham bor bizda, turkcha aytadiganlar ham bor, ozarbayjoncha aytadigan mana ijodkorlar paydo bo'lyapti ko'proq. Misol uchun nima desak endi, hindcha kuylaydigan qizlarimiz bor. Misol uchun opera aytadigan ijodkorlarimiz bor. Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni tashabbuslari bilan yana o'sha maqom festivallari, maqom institutlari, alohida markazlari paydo bo'lib, yanada qanaqadir e'tibor kuchliga o'xshaydi. Lekin ancha kamchiliklarimiz bor. Bu narsani faqat o'sha institutdan emas, buni o'sha har doim aytamanki, bu narsani bog'chadan boshlash kerak. Mana sharq mamlakatlaridagi xalqlarni musiqasidagi nimchoraklar, pardalar Yevropada yo'q. Yevropada bilasiz, hammasi diatonik, haligi yozilgan, chizilgan, lekin bizdagi ohangda, bizning musiqamiz ohangida shunaqa nimchorak pardalar bor. Buni faqat agar yoshligidan o'sha bola vujudiga singdirib agar ulg'aymasa, uni his qila olmaydi. Uni qulog'iga falsh bo'lib eshitilaveradi, qanaqadir ma'noda ya'ni kim agar. Chunki eshitganmiz hamda shunaqa o'zi musiqachi bo'lib turib, musiqa sohasida o'qib turib, milliy san'atni eshitganda falsh aytyaptimi deganda, shundan ham bilaveringki, demak u uchun yod, u odam uchun milliy ohang yod. Begona tushunmaydi. Keyin mendan ham so'rashadiki, siz qanaqa qilib maqom san'atiga qiziqdingiz? Xuddi siz aytganingizdek. Men aytaman, meni otam qiziqqan, meni bobom olavergan, bobom qiziqqan, katta hofizlar bilan og'ayni bo'lgan, uyda xonish bo'lgan, dadam shuni eshitib katta bo'lgan yoki onam taraf ham shu, tog'am nay chalgan yoki onam qiziqqan shu sohaga, o'zi kuylarida haligi nimasi fenomenalni sluhi bo'lgan onamda masalan, o'sha bitta eshitgan narsasini so'zlarigacha yodlab olgan, radiodan eshitib. Bilasiz, bitta radio bo'lardi u paytda. Qo'shiq ketardi bitta radiodan, Mashal degan kanal bo'lardi. Xullas, men nima demoqchimanki, qachonki farzand agar o'zi shu kichkinalikdan, murg'akligidan kerak bo'lsa o'sha onasini vujudida eshitib katta bo'lmasa, bu narsani keyin institutda o'qitasizmi, professorga berasizmi, u hech narsa bo'lmaydi. U nima o'sha soha egasi, men aytmoqchimanki, zo'rma-zo'r ekan maqomchi qilib bo'lmaydi. Tug'mami yo quymami deydi. Ana, xuddi shunga o'xshagan bizda shu narsa tug'ma bo'lishi kerak. Bizning bolalarimiz shu ruhiyat bilan, shu ohang bilan, shu dunyo bilan agar shakllansa bola, keyin xolasangiz ham tortib ololmaysiz uni. Rock ham eshitmaydi, boshqa narsa ham eshitmaydi. To'xta, meni o'zimning san'atim deydi, hammanikidan zo'r deydi. Nolasini eshitib maza qiladigan xalq bo'ladi shundagina. Qobiliyatni shakllantirib bo'lmaydi, u tug'ma bo'lishi kerak. Yo'q, Alloh tomonidan yuqtirgan bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Siz aytgan qobiliyat yillar davomida mehnat orqali shakllanadi. Shunday. Mana masalan, men bilan birga konservatoriyada tahsil olgan O'zbekiston xalq artisti marhum Ortiq Otajonovning farzandlari masalan. Ortiq akam o'zi bir geniy ijodkor bo'lgan masalan. Masalan, shu insonning farzandi, masalan, Ulug'bek Otajonov, men misol qilib aytayapman. O'sha muhitda katta bo'lgan. To'g'rimi? Qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. O'sha masalan o'sha yoki bir ikkita men muxlislarim bor. Ular ham o'sha xalq artistlarining farzandlari. O'sha ham o'zidan o'zi milliy san'atga qiziqmagan. O'sha onasi ashulachi bo'lgani uchun yoki otasi doirachi bo'lgani uchun, xonadonda shu muhit bo'lgani uchun, shu ruhiyatda katta bo'lgani uchun ular qiziqqan shu san'atga. O'zidan o'zi osmondan tushmaydi bunaqa nima qobiliyat, istidod yoki qiziqish. Bu narsaga muhit bo'lish kerak demoqchiman. Shahribon. Hamma joyda shov-shuv bo'ldi. O'zimiz ham katta bir qiziqish bilan kuzatib bordik. Oxirgi natijalar qanaqa bo'lar ekan deb. Ayni mana shu Madaniyat vazirligi tashabbusi bilan tashkil qilingan Ovoz loyihasi ham
qaysidir ma'noda nima deydi, iste'dodlarni bir shakllanishda yoki bor iste'dodlarni bir xalqqa ko'rsatishda bir namuna bo'ldi deyish mumkin. Sizni fikringizcha, mana shu Madaniyat vazirligining bu kabi loyihalari ijodkorlarga nima bera oladi? Siz loyihadan nimalar oldingiz? Shahrbonu, men narsani ta'kidlamoqchimanki, bunaqa loyihalar iqtidor sohiblarini kashf qila oladi. Mana yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Yaqinda juda ko'p tortishish bo'ldi shu internetda. Meni chiqqanimni ko'p odam ko'ra olmadi. Aytishdiki, bu nima, bu professional, bu ustoz san'atkor yerda chiqib olib o'zini ko'rsatyapti yoki havaskorlar olish kerak edi. Bunaqa. Bilasizmi, xalq orasida san'atni tushungan, saviyali nimalar bor, muxlislar bor, kuzatuvchilar bor. Umuman san'atga daxli yo'q, tushunmaydigan ichi qora muxlislar bor. Ana qanaqa ma'nodaki hamma narsadan kir qidiradigan, faqat kir qidiradi. Sen birovni omadini, birovni bir yutug'ini ko'ra olmaydigan. Men bu narsani gapirmasam ham bo'lardi, menga farqi yo'q bu narsani. Lekin mana ovoz loyihasi bu Yevropa, Gollandiyaning proyekti o'zi asli. Bu xalqaro, dunyoniki desak ham adashmaymiz, chunki men nima demoqchimanki, mana Farruh akam ham gapirdilar u kun, uxlamaysiz degan ko'rsatuvda men Farruh akaga savol berdimki, Farruh Karimovichga. Men aytdim, Farruh aka, shuni o'zi ayting. Bu nima o'zi, qanaqa ko'rik tanlov o'zi? Tushunsin, ana u tushunmaganlarga tushuntirib qo'ying, men aytdim. Bu mardi maydon dedilar. Bu yerda professional bo'ladimi? Havaskor chiqib yorib tashlasin, olsin deyaptilar. Tamom. Endi bu loyiha menga nima berdi degan savol, Shahribona. Menga ko'p narsa berdi bu loyiha. Nima degan ma'nodaki, meni juda ko'p yillardan beri orzuyim shu Farruh Karimovich bilan Zakirov, bilasiz, juda mashhur sulola. Ayniqsa Farruh akam bilan ishlarigimizdan katta bo'lganmiz, o'sha g'ayra adam badam milliylikka yo'g'rilgan yalla guruhi. Misol uchun, to'g'rimi? O'zimiz milliy o'sha ohanglarimiz baribir targ'ibot qilgan, chunki qonida bor bu odamning. Karim Zokirovning farzandi, Botir Zokirovning ukasi, sulola, katta sulola. Shu odam bilan yaqindan tanishdim. U kishi ham meni kashf qilibdilar. Yaqinda chetdan eshitib qoldimki, men bilmagan ekanman, o'lmas, unaqa o'tirib gaplashdik-da birga. Chuqurroq suhbat qildik. Shunda meni kashf qildim, men o'lmasdi debdilar. Shunda mana bu kishini kashf qildim demoqchimanki, qanaqa ma'nodaki, yana bir ustozlar qatorida yana bir ustoz qo'shildi menga, hayotiy. Haligi buyuk ustozlarning darsini olganmiz-da endi. Haligi shu uchun ko'plab o'sha ustozlar qatorida yana bitta afsonaviy bir shaxs bilan tanishdim. Shu menga yaxshi anaqa bo'ldi. Keyin Gula Talipova degan ovozimiz bilan, bizni talaffuzimiz bilan ishlaydigan, sahnada turishimiz bilan qanaqa harakatlar qilishimiz, umuman haligi xarizma bilan ishlaydigan ayol, u kishi bilan yaxshi tanishdik. U kishidan nimalardir o'rgandim. Sahnada faqat mikrofonni ushlab aytib turish emas. Uni o'zini masalan o'sha qanaqa qilib turish va sahnada qanaqa qilib tursang chiroyli bo'ladi yoki yanada o'sish bo'ldi. Bu ham bir maktab bo'ldi-da sizga. Bir maktab bo'ldi menga. Aytadi-ku, beshikdan to qabrgacha ilm izla deb. Demak, o'sha yillar, davrlar o'tgan sari yosh qarib keksaganda ham baribir biz o'sha ilmga bo'lgan, o'rganishga bo'lgan talabimiz qonaveradi. Shunday, faqat o'rganish. Va qolaversa mana g'oliblik. Men o'zi kichkinaligimda faqat konkurslarda g'olib bo'lganman. Maktabda o'qiganimdan, uchilishda o'qigan, konservatoriyada o'qiganimdan maqtanish emas, faqat yutganman, birinchi o'rinni olganman. Bu safar ham menga nasib qildi, mana qarang. Lekin buni biz o'zi butun muxlislar kutgan natija bo'ldi. Haqiqiy iste'dodlar qo'llab-quvvatlandi, chunki hayajon bilan tomosha qildik. Oxiri nima bo'lar ekan, finalda oxiri kim? Lekin ko'p muxlislar o'sha Instagram ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'pchilik hammasi sizga ovoz berganini, jonli ijro baribir jonli ekanligini, jonli ijroda hamma ham maromiga yetkazib ijro eta olmasligini mana xalq mardi maydonda ko'rdi buni. Mana sahnaga chiqib qarang. 3 kun qolganda yangi bitta qo'shiq aytishingiz kerak. Meni yoshim 50 dan oshdi. Baribir xotira pand berish mumkin. Yosh yigitlar yodlab ayta olmayapti hozir. Yangi asarlarni chiqib biz sahnada ijro qildik. Nimaga qaramasdan, haligi matniga qaramasdan, yo bir buni ko'pchilik oson deb o'ylaydi-da. Biz bilmagan narsalarni aytishimizga to'g'ri kelib qoldi mana.
Keyingi turda 3 ta tur bo'ldi, 4 ta tur bo'ldi kerak bo'lsa. Mana keyingi turda men palonchi narsani aytasiz. Siz mana buni aytasiz degani tayyorlab o'shani chiqib biz professional darajada biz kasbimiz, to'g'ri. Finaldagi hayajon qanaqa bo'ldi? Mana finalga chiqyapsiz. Hayajonsiz ijodkor, san'atkor bo'la olmaydi. Hayajonsiz bo'lmaydi. Bo'lish kerak bu. Manman degan o'sha buyuk kompozitorlar ham aytgan bu gapni. Aytganki, hayajoning bo'lmasa, hech narsa bo'lmaydi degan. Qaysidir ma'noda qo'shiqning matnidan kelib chiqib, o'sha ruhiyatga kirib, keyin ijro etish kerak, to'g'rimi? Albatta. Endi marhum Sherali Jo'rayev ham aytardi bu gapni. Masalan, ko'p suhbat qilganmiz. Aytardilarki, men o'sha ruhiyatga kirmasam ayta olmayman qo'shiqni derdilar. Masalan, shu studiyaga kirib aytishga qiynalaman. 4 ta devorlar orasiga kirib aytishga to'g'ri keladi. U yerda hech qanaqa studiya yo'q, 4 ta devordan boshqa deb ham birani tushuntirardilar. Shuning uchun o'sha dunyoga, o'sha ruhiyatga kira olsangiz, his qila olsangiz, o'shani eshituvchi o'shani shunaqa qabul qiladi. Haligi o'sha dunyoga kiradi, o'sha eshituvchi ham. O'zidan o'zi masalan bir qo'shiq hit bo'lib yo o'zidan o'zi bir xalq orasida tanilib, gimn darajasiga yetib qolmaydi. Chunki demak o'sha qo'shiqni o'sha ijrochi zo'r ijro qilganki, qalbini berib, o'sha maktabini ko'rsatib ijro qilgani uchun o'sha qo'shiq qoladi, o'sha xonish. Demak, bu loyihalar davomiy bo'lgani ma'qul, to'g'rimi? Ma'qul. Chunki men g'irromlik ko'rmadim bu yerda. Hech qanaqa bir men o'zim yutganim uchun aytmayapman. Men olmaganimda ham masalan xafa bo'lmay ketaverardim, chunki boshqacha xayolga borardim-ku, baribir. O'zidan o'zi xafa bo'lib ketganlar ham bo'ldi. Lekin bu yerda to'g'ri omadan bo'lishi mumkin. Qanaqadir omadsiz ham hech narsa bo'lmaydi. Lekin baribir bu yerda haqqoniylik, iste'dod namoyish bo'lishi aniq. Ijodkorlarni yana bir qaysidir qirralarini kashf etishga xizmat qiladi ushbu loyiha, to'g'rimi? Albatta. Rayhonni tebratsa shamollar gullarga beraman savollar. Kechiring ey sohib jamollar, bir necha yil o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida yashadingiz. U yerda baribir ijod to'xtab qolgani yo'q, u yerda ham ijodingiz davom etdi. Vatan sog'inchini musofirlikda yurgan insonlardan so'ra deyishadi. Kindik qoningiz to'kilgan uy, o'sha chang ko'chalar, bolalik davrlarini bir xotirlaganda nimalar ko'ngildan kechardi? Sog'inch. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysiz degan, bo'la olmaysiz degan juda katta bir hikmatda bu. Men aytmoqchi bo'lganimki, o'sha Amerikada men o'zi ko'p borib kelganman, 8 marta. Oxirgi borganimda ayrim sabablarga ko'ra 1,5 yilcha o'sha yerda istiqomat qilishga to'g'ri keldi va o'sha jarayonda bir nechta qo'shiqlar ham ijod qildik. Albatta vatan sog'inchi o'sha haligi Hazrati Navoiyning o'sha yana o'sha nimasi esga tushaveradi. G'urbatda g'arib degan shodmon bo'lmasa emish, el anga shafiq mehribon bo'lmasa emish. Gar oltin qafas ichra qizil gul butsa, bulbulg'a tikondek oshiyon bo'lmasa emish. Buni hamma biladi. To'ppa-to'g'ri aniq yozilgan bir g'azal, satrlar. Yuksak tuyg'u deb o'ylayman, vatanga bo'lgan muhabbat. O'z vatanini sevmagan inson men tasavvur qila olmayman u qanaqa bo'lishi mumkin. Chunki vatan o'sha ostonadan, xonadondan boshlanadi deydi. Va albatta mana hozir Shahribonu siz hali Amerikani aytyapsiz. Men shu Toshkentda men yashayotganimga 35 yil bo'libdi mana. 35 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham tushlarimda o'sha kogonimni ko'chasini ko'raman. Chang ko'chalarini. Tushimda o'sha ko'chamda yurgan bo'laman. Qanaqadir voqea. Yana o'sha ichkaridagi xona, rahmatli onam, otam tushimga kirib turadilar.
yupatib turadilar, masalan, ruhlari shod bo'lsin. Turkmanlarda ham bitta maqol bor ekanki, o'sha quyon deydi, o'zini o'sha tuproqdagi o'sha ini bo'lar, cho'ldagi o'sha ini bo'ladi, yovvoyi quyon. O'shani ham hech narsaga almashmas ekan, hattoki quyon. Tushlaringizda, siz umuman vujudingizda yashaydi bu narsa. Bundan qochib keta olmaysiz. To'g'ri, masalan, inson uchun yer makon qilib yaratilgan, lekin baribir ham biz bilmayman, biz baribir sog'inamiz. Yurtni sog'inamiz har doim qayerda bo'lsa ham. O'sha ko'chib ketganlar ham baribir yig'laydi bitta xonaga kirib. Men bilamanki, u yerda masalan hamma yoq tilladan, hammasi sharoit bo'lishi mumkin, lekin o'sha paxsadan qurilgan uyini sog'inadi. Bobur shohni qarang. Hazrati Bobur ham kela olmagan. Dunyodan o'tgandan keyin ham vasiyat shunaqa bo'lganki, meni yuzimni yurtimga qarab ko'minglar degan. O'zingizni yurtingizdan ayro bir yashaganda inson o'zini o'zi taftish qiladi. Yutuqlarini, kamchiliklarini qaysidir ma'noda xotirlaydi, nimalarga erishdim, nimalar armon bo'lib qoldi yoki qaysidir bir o'zingizni ko'nglingizga tugib qo'ygan bir niyatlar deydimi, orzularmi, istaklarmi armon bo'lib qolgandek tuyuladi. Shu narsalarni o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolganda shunday nimalarni o'ylaysiz? Juda ham o'ylaysiz, haligi qanaqa desam, chuqur o'ylaysiz. Masalan, o'sha xuddiki bir o'zingizni o'sha yolg'iz qolganingizda, ayniqsa vatandan yiroqda bo'lganingizda, go'yoki bir o'zi bilan gaplashganda ham bo'lib qolasiz. Haligi yakka qolganingizda, men ko'proq piyoda yurishni yaxshi ko'raman. Ko'p yurardimda, yurib, faqat shuni o'ylab, ichimda qo'shiqlarni xirgoyi qilib, men xalqim uchun baribir xizmat qilishim kerak. Men xalqqa kerakman degan narsa faqat men bilan yashadi shu tuyg'u. Men bu yerda qolish niyatim yo'q edi. Men endi ayrim sabablarga ko'ra qolishimga to'g'ri keldi. Keyin o'sha kichkina o'g'limiz Usmonjon u yerda u ham o'qib ham ishlayotgan edi. Birdaniga ketaman deb qoldi. Yurtimga yoqtirmay qoldi nimagadir. Qanaqadir ma'nodaki bilmayman. Ketsang men ham ketaman dedim. Chunki sog'ingan edim juda. 2 kunda yig'ishtirib qaytganmiz O'zbekistonga. Men nima demoqchimanki, shu baribir vatanga yetmaydi-da, nima desam endi sizga. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l. Juda katta ma'nosi bor buni. To'g'ri, kimdir masalan juda boy yashayotgandir. Shu Amerikadami, boshqa yoqdami. Ko'p-ko'p biz ham yurtlarimiz chetga juda ham ko'plar ketib borishgan, lekin baribir o'shalar ham yuragida bor. Shu 50 yillik bo'lib turibdi-da endi, xo'p bo'lish kerak, mayli. O'zingiz qaysi qo'shiqlarni tinglaysiz? Men ko'proq shu kuy tinglashni yaxshi ko'raman. Kuy. Ohang kuyni, qo'shiq ham eshitaman. Yaxshi ijrolar bo'lsa, ustozlarni ko'proq eshitaman. O'shani yaxshi ijrochilarni eshitishga harakat qilaman. O'zimni o'zim eshita olmayman. Eshitaman endi ko'p emas. Zo'r ijrochilarni tan olish kerak. Bizdan zo'r ijro qilganlar bor, bizdan tepa pardalarda aytganlar bor, ustozlar masalan. U bilan maqtanib bo'lmaydi. Misol uchun zo'r degan narsaning o'zi yo'q. O'z davrida jonli ijrodagi konsert dasturlari bo'lgan sizda, Tojikistonda, nafaqat Tojikistonda, umuman O'zbekistonda, viloyatlarda jonli ijrodagi konsertlaringiz bo'lgan. Sizni muxlislaringiz sog'ingan. Qisqa tanaffusdan keyin yana jonli ijrodagi konsertlar bo'ladimi muxlislar uchun? Bo'ladi albatta. Rejada bormi? Bo'ladi albatta. Hozir mana qisqa bo'lsa ham ko'rsatuvlar qilyapmiz. Xabaringiz bo'lsa agar Navo kanalidan masalan O'lmas Navo degan ko'rsatuvni olib boryapman. O'zim ham olib boruvchi ham ikkita qo'shiq aytaman chiqib. O'sha ham bir kichkina mana bir chiqishlarim. Muxlislarim uchun aslida. O'zbek xalqi uchun. O'sha milliy o'zimizni sozlarimizni, milliy darg'alarimizni yana bir bor eslatib borish uchun, chunki esdan chiqib ketmasligi uchun. Chunki targ'ibot bo'lmasa, baribir esdan chiqadi, yoddan chiqadi. To'g'rimi? Masalan, kelmagan bir qo'shiqni ham hit qilayotganlar bor, to'g'rimi?
ha deb singdiraverib, ham chiqaraverib, u eshitadigan quloq majbur keyin singdirib qoladi o'sha qo'shiq. Endi to'g'ri, qo'pol ma'noda aytyapman. Shuning uchun undan ko'ra o'zimiz o'sha milliy musiqamiz ko'proq jaranglab tursa, yangrab tursa, ko'rinib tursa, muxlislarimizga yaxshi eslatma bo'ladi demoqchiman. Emas oson bu maydon ijro turmoq deydi. Jonli ijro ustasi deb sizni ta'rif berishadi-da. Jonli ijroda haqiqatda mahoratli bir ijodkorsiz. O'sha aytdingiz, sizda o'sha munojot, tanovvur, ushoqlar sizni qoningizda yashaydi. Xuddi shu fikrlarni biz o'tgan galgi suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyevada ham bu kayfiyatni ko'rdik. Bu ruhiyat ularda ham bor. Lekin bugungi kunda xohlasak, xohlamasak ulg'ayib kelayotgan yosh iste'dodlar deymizmi, tezroq mashhur bo'lay, ilgari sizlar davrda mashhur bo'lish, bitta qo'shig'i PR qilish qaysidir ma'noda juda qiyinchilik tug'dirgan. Hozir oson bo'ldi. Chet davlatda o'tirgan bitta gitarasi bilan ham qo'shig'ini aytib, hozir mashhur bo'lib, butun auditoriyani egallab olyapti iste'dodlar, yoshlar. Chunki ijtimoiy tarmoqlarning talabi yo'q. Ilgari misol uchun qancha chig'iriqlardan o'tgan siz davringizda. Bir hafta 10 kun yashayapti-da, bo'ldi. Davrini o'tayapti. Faqat san'atda emas, umuman hamma narsa bir martalik bo'lib qolyapti. Lekin san'atligicha qoladi. Haqiqiy san'at asari, masalan, qo'shiq bo'ladimi, kuy bo'ladimi, u bir chizilgan rasm bo'ladimi, u qachonki o'sha ijodkorning o'zidan keyin qolsa, yillar davomida masalan yashasa, u demak haqiqiy san'at asari bo'lib qoladi. U hozirgi 3-4 kunlik, 3 oylik qo'shiqlar hozirgi kun uchun, hozir mana o'tdi, shu bilan yopildi. Haligi xuddi qor bahordamda qor yog'ib erib ketadi-yu. Shunda yog'adi, shunda yeriydi. Xuddi shunga o'xshagan bir haligi rahmatli ustoz O'zbekiston xalq artisti professor O'lmas Qori Rasulov da o'qiganman, tahsil olganman men. Konservatoriyada 2 yil, undan oldin uchilishda ham 1 yil tahsil olganman 86-yilda. Keyin shu bilan xullas men shu aytardilarki, shirin bir taomga o'xshamang birodar dedilar. Shirin bir taom, shirin bir narsani yeganda tez hazm bo'lib ketadi. Siz dasturxonga o'xshashga harakat qiling dedilar. Xuddi shunga o'xshagan biz endi ijodkorlar baribir bir narsa avlodga biz narsa qoldirishimiz kerakmi, shogirdmi, ijodmi, boshqami, shu xalq orasida nomi chiqib bir katta yutuqlarga erishib bir darajaga yetdimi, demak foydasi qolishi kerak demoqchiman. Sizni ko'p ijod namunalaringiz o'sha oltin fondda ham saqlanar ekan. Saqlanadi. 30-35 yil oldin bir davrni eslasak, Xudsovet degan narsa bo'lardi. Haligi badiiy kengash. Shularga biz ilinganmiz-da, shuni ko'rganmiz, qatnashganmiz 2-3 marta. Chorshanba kuni bo'lardi, studiya berishardi chorshanba kuni tekin. O'sha tekin studiyasiga biz ishqiboz bo'lib radio kombinatni borardik. Tekin studiya berar ekan. 4 soatlik deb turib borib 2-3 ta ashulani tayyorlab, chalib aytib berardik. Bu yerda haligi xalq artisti hofizlari, xalq artistlari, shoirlar o'tirardi, adiblar o'tirib matnigacha tekshirib, "Men bu yerni xato aytdingiz, men bu joyini bunaqa so'zni talaffuz qilish kerak" deb turib to'g'rilab turib, "Bo'ladimi? Bo'ladi. Yozsin" derdi. Tezda o'sha tekin studiyaga borib yozishga harakat qilardik. O'sha jarayonda yozilgan bir 20 dan oshiq menimcha shu ijro qilingan ashulalar bor. Saqlanyapti hozir nimada? Radioda, Oltin fondda bor. Hali ko'psini men olib bormaganman ham, qolib ketganlari ham bor. Shuni bir qiziqib kiritib qo'yish kerak shuni Oltin fondga. Chunki mukammal, chiroyli ijro qilingan asarlar bor. Tamburda, torda. Siz
o'zi asli xorazmlik deb o'ylaganda ko'p. Xorazm nolasi bor edi. Xorazmcha maqomlarni aytganimizda tortadi. Keyin ko'pchilik aytadiki, xorazmchani ham siz qanaqadir butun anaqa so'zlarni tushuntirib aytasiz. Ko'p hofizlarimiz so'zga tushunmaymiz. Siz YouTube'da shundaki har bitta nimani tushuntirib aytishda. Bu hamma ashulachilarga ham berilmaydi bunaqa qobiliyat. Rahmatli ustoz Ortiq Otajonovda bor edi shunaqa. Masalan, Kamoliddin akamni eshitsangiz yo Sherali Jo'rayevni eshitsangiz, haligi so'zlarni tushunasiz. Buyuk hofizlarimiz masalan Fataxon akamning asarlarida masalan eshitib turib yozsa bo'ladi so'zini. Bu juda kamdan kam nimalarda uchraydi. Orifxon akam mana Xotamov, buyuk hofizlar. Faqat ohangga berilib emas, masalan, ko'pchilik ashulachilar ko'proq o'sha nola qilishga, qochirim qilishga harakat qiladi. Men shuni qilsam zo'r bo'laman deb o'ylaydi, lekin aslida o'sha qo'shiq deganning ma'nosi o'sha so'z bilan ohangni qo'shilgani qo'shiq bo'ladida, shuni chiroyli qilib tushuntirib, shu pardasiga qo'yib, suyab aytsang, shundagina to'g'ri ish qilgan bo'lasan dedi Orifxon Xotam. Rahmat. Ashulani bu qochirim uchun aytmang. Har bitta so'zini tushuntirib, nolaz o'sha pardasiga payvandlab aytishni joyiga qo'yib aytishni o'rgansangiz, yutuq siznikidir. Biz shogirdlarga, biz izdoshlarga shunaqa maslahatimiz borki, shu qo'shiqni iloji boricha chiroyli qilib yedirib tekis aytishga harakat qilishimiz kerak demoqchi. Bu ham nasihat, ham nima? Maslahat. San'atga xiyonat deganda nimani tushunasiz? San'atga xiyonat. Milliy g'ururi bo'lmasa, o'zbekcha qochirim, o'zbekcha nolaga nisbatan bir nimasi bo'lmasa, astoydillik bo'lmasa, ustozlarimiz aytardiki, 99% mehnating bo'lsa, 1% iqtidoring senga yordam beradi derdi. Lekin 99% mehnat derdilar. Bu to'ppa-to'g'ri gap. Bu faqat san'atda emas. Bu boshqa sohalarda ham. Sport deysizmi? Ayniqsa sport. Mana masalan, yoki bekorga o'sha matematika olimi yoki zo'r doktor, vrach bo'lmagan-ku, o'sha kecha-kunduz mehnat qilgan, o'sha izlangan. Bugungi kunda kim nima yutuqqa erishsa, qaysi sohada bo'lsa ham, biz uni olqishlashimiz kerak, qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bir-birimizni yaxshi ko'rib, qo'llab-quvvatlab, yutuqlarimizni ko'rib, biz ham shunga o'xshashga harakat qilishimiz kerak va shundagina biz o'sha darajaga yeta olamiz demoqchiman. Niyatga qarab. Bugungi kunda ham mana shu ustoz shogird an'analari go'yo yo'qolib borayotgandek. Balki bunda ustozlarning aybi yoki aksincha shogirdlar sabrsiz bo'lyaptimi? Sizni davringizdagi ustoz shogird an'analari bugun yo'q. Borlari ham sanoqli. Shunday. Endi Shahribonu, bilasizmi, avvalgilarga o'xshamas degan bu satrlar bor-a. Borgan sari mana masalan o'xshamay boraverar ekan. Oldingi o'sha muhitni, vaziyatni, bir sharoitni ko'ra olmaysiz. O'zgarganday, o'xshamaganday bo'lib turaveradi. Lekin hozirgi kunda ham iqtidorli, talabchan talabalar, istedodlar bor. Bular o'zini ustozini ham topadi, o'zini yo'lini ham topadi, yutuqqa ham erishadi. Bo'lmaydigani bo'lmay ketaveradi. Va ana u xo'ja ko'rsinga elakdan saralanib tushadi. Ha, biz o'qiganda ham bor edi unaqalar. Nechtasi bitirganmiz bilan. Birontasi yo'q-ku. Boshqa sohalarga o'tib ketganlar qancha shu konservatoriyani tugatib ham masalan san'atni noni og'ir deyshadi. Unga parvo qilmaslik kerak. To'g'ri, endi bo'lishi mumkin, oldingiday bo'lmasligi mumkin, lekin bor baribir o'sha istedodlar, o'sha talantlar, o'sha izlanuvchi men bo'laman, men shu zo'r san'atkor bo'laman, zo'r mutaxassis bo'laman deyotgan talabalar juda ham ko'p deb o'ylayman. Shuning uchun yoshlarda bugun imkoniyat ko'p. O'zini iste'dodini ko'rsatish uchun juda ko'p imkoniyat bor. Ustoz oldida biz nafas olishga qo'rqib o'tirardik. Shu darajada bo'lgan hurmat. Tiq qilgan ovoz chiqmas edi. Hali dars jarayonida bir qanaqadir
Shu ustoz, mana shu musiqa maktabida o'qiganimda bir marta to'r baho qo'yishgan menga rubobchalardim. Yig'lab chiqib ketganman. Nimaga to'r qo'ydinglar menga? O'shani keyingi safar, keyingi ekzamenda shunaqa harakat qilganmanki, to'r qo'ymasin menga 5 qo'ysin deb 5 olib chiqib ketganman. Konservatoriyaga kirgandan keyin men an'anaviy ijrochilikka topshirganman. Shunda rahmatli Ahmadjon Odilov degan professor Changchi domla bor edi. Siz nimaga bizni mutaxassis boshqalarga nimaga o'tib ketyapsiz? Siz nimaga bizga xiyonat qilyapsiz deganda qilib aytdim. Ustoz, men endi o'zimiz musiqa san'atimizga ham ozgina, milliy san'atimizni ham o'rganay. Shuncha chaldik endi mana Chaykovskiy va Mozart hammasini chaldik. Bir narsa o'zgargani yo'q. O'zimizning bir milliy san'atimizni bir o'rganaylik, targ'ibot qilaylik deb. O'lmas Olloberganov uchun bu ishonch bu nima? Endi bilasizmi, birovga ishonmasangiz, menimcha bu iymonsizlik bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki avvalo ishonmagan odaming bilan munosabatda bo'lmaslikka harakat qilish kerak. Endi hozir odamlar juda ham pishib yetilib bo'ldi deyman. Hozir yosh bola ham ko'p narsani bilyapti-da. Haligi yosh bolani ham bir marta aldasangiz, ikkinchi marta ishonmaydi sizga. Shuning uchun bizda ham ko'p bo'lgan bunaqa ishonib, ko'p ishonganmiz. Pand yeganmisiz? Pand yeganmiz masalan. Mayli, o'tib ketdi. U ham hammasi sinov bu o'zi aslida. Demak, birovga ishonmaslik ham bu noto'g'ri-da endi. Misol uchun yasholmaysiz, конечно. O'zingiz farzandingizga ishonmasangiz, o'z oilangizga ishonmasangiz, do'stingizga ishonmasangiz, atrofingizdagi bilmayman. O'zi ko'p masku hozir unaqa. Hozir hammada ham sanoqli bo'lib qoldi ana. Atrofi masalan, misol uchun baribir 100% ishonmaslik ham noto'g'ri. Ishonish kerak. Mayli, agar u xato qilsa, u aldasa yo boshqa narsa bo'lsa, demak unga berilgan sinov, u sinovdan o'ta olmayapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, ishonchni hech qachon yo'qotish kerak emas. Avvalo o'zingizdagi. O'zingizga ishonmasangiz bir narsa bo'lmaydi. Birovga ishonmasangiz ham hech narsaga erisha olmaysiz. Shuning uchun ishonib, yaxshi ko'rib, muhabbat bilan yashash kerak deb o'ylayman. Sevgi o'ti tushdi meni boshimga, rahming kelsin ko'zdan oqqan yoshimga. Senga otash muhabbatim bor mening, bir ko'rishga men intizor harizon. Shu suhbatni an'anaviy savoli bilan yakunlasak, O'lmas Olloberganov teatrlarga tushib turadimi? Qaysi spektakllarni tomosha qilgansiz? Oxirgi marta qaysi teatrga tushdingiz? Misol uchun xorij teatrlarida bo'lishi mumkin bu. Men sizga yashirmayman. Yolg'on, mana ishonch dedingiz-ku. Yolg'on gapirish ham yaxshi emas-da. Men teatrni juda yaxshi ko'raman. O'sha konservatoriyada o'qib yurgan vaqtimda 1-2 marta tushganman teatrlarga. Muqimiy teatriga, Hamza teatriga borganmiz. Hozir Milliy teatr bo'ldi. O'shandan keyin teatrga borganim yo'q. Keyin bolalarni Ko'kilin teatriga olib borib turardim, kichkina edi bolalarim. Unda ham qiziqib kirganman 1-2 marta Qo'g'irchoq teatriga. Undan keyin televizorda bir ko'rib qolmasam teatrni, bilmayman, yo vaqt yo'qmi, yo o'zimizda shunga bir lekin teatr juda ham nimasi katta deyishadi. Insonga ana u Jonli, tafakkuriga, bir o'sishiga, qanaqadir dam olishiga bir yaxshi ta'sir qiladi deyishadi. Ma'naviy. Chunki jonli ko'rasiz, haligi kinoda emas, lentada yozib olingan emas. Jonli ijro deganingizga o'xshagan. Agar jonli ijrodagi o'sha emotsiya, ta'sir, misol uchun boshqacha bo'ladi. Men hozir yoningizda bitta jonli qo'shiq aytsam, sizga o'zgacha ta'sir qiladi-da. Haligi jonli ijroni
qiroli deyishadi yo bir jonli ijroni ustasi deyishadi, lekin nimaga biz xonanda bo'lib turib, masalan, yana o'zimiz sohaga qaytamiz. Jonli ijro qilmasligimiz kerak. Nima uchun? Bu bizning kasbimiz-ku. Men shu ham xiyonat deb o'ylayman. Haligi chiqib baralla fonogramma aytadigan qo'shiqchilar ko'pda. Demak, eshituvchi shunga moyil. Bir tavsiyamiz shuki, teatrga borib shu spektakllarni tomosha qiling. Albatta, u xorijda bo'ladimi, o'zbek teatrlari bo'ladimi? Keyingi suhbatimizga bir ikkita teatrlarga kirib tayyorlanib kelaman. Xudo xolasa. Mana jonli ijro haqida gapirdik, jonli teatrlarimiz, spektakllari haqida gapirdik. Sizdan jonli ijro eshitsak-ku, keyin suhbatimizni yakunlasak, nima deysiz? Yovvoyi chorgoh, yovvoyi munojot, yovvoyi tanovor, yovvoyi ushoq. Bu yovvoyi deyilishiga sabab usulsiz aytilar ekanda. Usulsiz aytilgan, usuldan chiqib aytilgani uchun katta ashula sifat. Mana yovvoyi chorgohlarda ham, misol uchun xuddi chorgoh o'zida ketib turadi-da, katta ashuladay aytilib turib, keyin usulga kirib ketadigan joyi bor. Mana shunaqa bo'lgani uchun yovvoyi deyilar ekan. Aniq usulda aytilmaydi-da. Buxoro shosh maqomida o'sha doira usuli birinchi o'rinda turadi. Shu usulning ichida bo'lish kerak hamma narsa. Aylanib kelib, shu haligi o'lchanganda hammasi endi. Ibn Sino bobomiz aytganlar-ku, musiqa matematikadan ham qiyin hisoblanadi aslida deganlar. O'sha shug'ullanganlar musiqa bilan o'zlari. Asl yo'ringga bo'lsang yo'ray. Labini ochmayam mehri bilin sen adus yoray qo'lida tiladi hamsaz bul sen acab yaray hamisha asrasın sizni Xudoyim adus yoray o'zi oshno dili begonalardan ajab yoray. Ajoyib. Har jonli ijroda. Oshga borsam, bir ancha bo'ldi. Parizod toza chiqqan vaqti. Estradda aytilgan narsada endi. Oshga borsam bittasi o'lmajamdi, Parizoddan eshitaylik dedi. Aytdim, aka dedim, bu oshda o'tirmiz. Bu tor bilan aytib bo'lmaydi buni, bu estradda aytilgan qo'shiq. So'z chiqqan deyapti. Hay. Aziz muxlislar, shuning bilan Dil tori loyihasidagi navbatdagi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Suhbat uchun, samimiy fikrlar uchun, bo'lmasa sizga alohida tashakkurlarimiz. Mana shu san'at, o'zbek milliy san'atida uchun, targ'iboti uchun qilayotgan xayrli, savobli ishlaringiz bardavom bo'lsin va ijod qilishdan charchamang. Rahmat. Avvalo taklif qilganlaringiz uchun mana shu Dil tori degan loyiha, ko'rsatuv, suhbat davomiy bo'lsin va shu ko'rsatuvni ijodkorlarga muvaffaqiyat, hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Nima deymiz? Xursand bo'ldik, rahmat. Yana bir salomat bo'ling. Sizga o'xshagan san'atkorlar, jonli ijroni shinavandalari, jonli ijro sohiblari ko'payaversin. Rahmat, sog' bo'ling, sizlar ham. Siz ham sog' bo'ling.